G'alla yig'im-terim mavsumini betalofat o'tkazish va yong'in xavfsizligini ta'minlash barchamizning burchimizdir. Hurmatli fuqarolar, yoz mavsumining kirib kelishi bilan birga g'alla yig'im-terim mavsum ishlari ham boshlanmoqda. Ushbu jarayon oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy barqarorligi va dehqonchilik samaradorligida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli g'alla yetishtiruvchilarning mashaqqatli mehnatini zoya qilmaslik va hosilni to'liq yig'ib olish barchamizning umumiy vazifamizdir. Shu o'rinda yig'im-terim mavsumini betalofat o'tkazish va yong'in xavfsizligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratish zarur. Quyidagilarga hamma qat'iy rioya qilishi shart. Texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish. Kombayn, traktor va boshqa texnikalar yong'in xavfsizligi yuqori bo'lgan joylarda texnik ko'rikdan o'tkazilgan bo'lishi shart. Ish boshlanishidan oldin va kun yakuniga qadar texnik holat tekshirib borilsin. Har bir kombaynda yong'inga qarshi vositalar, o't o'chirgichlar, qum qoplari va suvlar solingan idishlar mavjud bo'lishi lozim. Sigaret, ochiq olov va nosoz elektr qurilmalari taqiqlanadi. G'alla dalasi atrofida chekish qat'iyan man etiladi. Ochiq olov yoqish, hatto oddiy cho'g' yoki gugurt ham kuchli yong'inga sabab bo'lishi mumkin. Elektr simlari, motor va boshqa qurilmalarning nosozligi darhol bartaraf etilishi shart. Shuningdek, hosilni tashish va saqlashda ehtiyotkorlik choralarini ko'rish lozim. G'alla omborlarida yong'inga qarshi vositalar, shavollatish tizimlari va yoritish jihozlari to'liq soz holatda bo'lishi zarur. Transport vositalari texnik talablarga javob berishi va yonilg'i sizishini oldini olish shart. G'allani tashish vaqtida uchqun chiqarish ehtimoli bo'lgan joylar maxsus himoya vositalari bilan jihozlanishi talab etiladi. G'alla maydonlarida favqulodda vaziyatlar yuzaga kelsa, qanday harakat qilishni bilasizmi? Har bir dala brigadasi yong'in sodir bo'lganda qanday harakat qilish bo'yicha yo'riqnoma va aloqa vositasiga ega bo'lishi lozim. 101 yoki 112 raqamlariga zudlik bilan xabar berishi va mahalliy favqulodda vaziyatlar bo'limlari bilan aloqa o'rnatilishi zarur. G'alla hosili xalqimizning mehnatining mevasidir. Uni asrash, himoya qilish va xavfsiz yig'ib olish barchamizning burchimizdir. Har bir fuqaro, har bir mutasaddi, har bir mexanizator ushbu mas'uliyatni o'zida chuqur his qilishi zarur. Farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati